Ijtimoiy tarmoqlarda ikkinchi akkaunt ochib, xohlagan odamini haqorat qilib yuradigan fuqarolar diqqatiga. Bilib qo'ying, kommentariyalar bu shunchaki miyangizdagi xayollar emas, balki sizning so'zlaringiz aks etadigan joy. To'g'ri, Konstitutsiyamizning 33-moddasida har kim axborot izlash, olish va tarqatish huquqiga ega deb yozib qo'yilgan. Biroq bu yerda hech kimga birovni haqorat qilish yoki tuhmat qilish huquqi berilmagan. Ko'pchilik mening profilim fake, ismim yo'q, meni hech kim topa olmaydi deb o'ylaydi. Biroq 21-asrda yashayapmiz do'stlar. Sizning kimligingizni va aynan qaysi IP manzildan yozayotganingizni bir zumda aniqlash uchun Amerikani kashf qilish shart emas. Bitta tugma bilan qayerda turganingizni va qaysi telefondan yozayotganingizni osongina topish mumkin. Shunday ekan, kommentlarda yozayotganda hissiyotlarga berilmang. Bu yerda yozgan so'zlaringiz ko'chada yuzma-yuz turib aytgan gaplaringiz bilan qonunan bir xil ahamiyatga ega. Yashirincha yozaman, hech kim topolmaydi degan xom xayoldan yiroq bo'ling. Birgina joriy yilning o'tgan davrida mingga yaqin fuqarolar tuhmat va haqorat qilish kabi moddalar bilan yo'q joydan javobgar bo'lib ketdi. Bu videoni kommentlarda doimiy ravishda bo'lar-bo'lmas gaplarni yozib, o'ziga muammo orttirib olayotgan tanishlaringizga darhol yuborib qo'ying. O'zingiz va asabingizni asrang. Salomat bo'ling.